Ham ko'pchilik aynan teri osilishidan aziyat chekadi va ozayotganda eng katta muammosi bu qorinni osilib qolishi, yuzdan osilib qolishi hisoblanadi. Men ham katta vesdan kichkina vesga tushayotgan jarayonimda ichayotgan mahsulotlarimdan eng zo'ri bu Nora kollageni hisoblanadi. 12 000 dozada aynan shu Nora kollagenidan terlarim tortilib turib ozgan va qorinlarim qolmagan. Do va posti holatlarimni qo'yib o'tib ketaman. Bu holatga kelgunimcha o'zi bo'lmagan qizlarjonlar. Osonlikcha hech narsaga hech kim erishmaydi. 1,5 yillik menda hozir bu natija bo'lyapti do'yi postlardan. Agar siz natija olmoqchi bo'lsangiz, albatta siz dieta qilishingiz majburiy hisoblanadi. Dietadan keyin ozdingizmi, ozayotgan jarayonda osilmasdan turib ozishni xohlayotgan bo'lsangiz, Nora kollagenlarimizni tavsiya qilaman. Bugungi kunda eng yaxshi natijani berayotgan Nora kollagenlarimizni aynan odzivlari bilan sizlar bilan birga bo'lishmoqchiman va ulgurib olishinglarni tavsiya qilaman. Ayniqsa skidka vaqtidan ulgurib oqilona foydalanib olishinglarni tavsiya qilaman. 260 ming so'mdan skidka vaqtida ulgurib olinglar va odzivlarga ahamiyat qilinglar. Osilmasdan turib juda ham go'zal bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta Nora kollagenini o'zingiz uchun sotib olinglar va 1 oy mobaynida mana shu idishchamizda yetarli darajada va siz to'xtatmasdan turib ichadigan bo'lsangiz, albatta qorningizda ham, yuzingizda ham, teringizda ham o'zgarishlarni sezasiz.